Assalomu alaykum. Siz ham bulutlar, tog'lar, guldor gilamlar, hatto oyga qarab yuz siluetini payqaganmisiz? Buning hammasi bizning evolyutsion rivojlanishimizga borib taqaladi. Insoniyat ongi atrof muhitga qarab yuzlarni tez anglab olish qobiliyatini juda qadimdan rivojlantirib kelgan. Bu qobiliyat ularga yirtqichlardan saqlanish imtiyozini bergan. Shu sababli rassom yuz chizganda xatolikka yo'l qo'ysa, bu kuzatuvchi tomonidan darrov payqaladi. Yuz va bosh chizish mahorati nafaqat komiks, balki tasviriy san'atning barcha sohalarida muhim hisoblanadi. Shu sababli biz ham birinchi videomizni yuz chizish bilan boshladik. Bosh va portret chizishning ko'p metodlari mavjud bo'lib, bu darsimiz uchun mashhur metodlardan biri Andrew Loomisning shu mavzudagi kitobini asos sifatida olamiz. Keling, birinchi bo'lib proporsiyalarga nazar tashlaylik. Hozir sizlar bilan yuzni to'g'ridan chizishni ko'ramiz. Bizga birinchi bo'lib oddiy shakllardan biri shar kerak bo'ladi. Sharning ikki chetini 3 dan 2 qismga teng balandlikda kesib olamiz. Bu shaklni qoq ikkiga bo'lamiz va paydo bo'lgan masofalarni tengligiga ishonch hosil qilamiz. Xuddi shu uzunlikda yana bitta chiziqni pastdan tortamiz. Shunda chizayotgan yuzimizni shartli ravishda 3 ta teng masofaga ajratib oldik. Eng yuqori chiziq sochning boshlanish qirg'og'ini bildiradi. Keyin yuzni o'rtasidan sal teparoqda kesib o'tgan chiziq qoshlarning joylashish o'rnini. Keyingi chizig'imiz yuzning burunga ulangan joyini. Va oxirgisi bu jag'ning tugash joyi hisoblanadi. Sochni chizayotganimizda hajmini hisobga olib, ozgina balandroq joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Quloqlar qosh va burun chizig'i o'rtasida joylashadi. Qoshlarimiz esa ikkita kesib o'tgan avval chegarasidan chiqib ketishi kerak emas. Burnni joylashtirishda uning uchi chizig'idan ozgina pastga siljishi mumkin. Chunki ko'p hollarda burunning uchi uning ulangan joyidan ozgina pastroqda bo'ladi. Labning quyi qismi jag' qismni qoq ikkiga bo'lganimizda tepa qismiga joylashtiriladi. Ko'zni joylashtirish uchun burun tugagan qismdan qoshgacha to'g'ri chiziq tortish kerak. Ko'zning boshlanish joyini topib olamiz. Shu o'rinda ikkita ko'z orasida yana bitta ko'z sig'adigan masofa qolish kerak ekanligini unutmasligimiz kerak. Jag'ni chizilishiga ahamiyat bersangiz, quloqning tagidan boshlanib, avval kichik gradus ostida qayilib keladi. Yuzning o'rtasiga tutashish uchun katta burchakda qayiladi. Biz jag'ni labni tugash qismigacha tekisroq chizib tushiramiz, keyin qayiltirishimiz kerak. Mana do'stlar, siz bilan yuzning asosiy nisbatlari haqida gaplashib oldik. Shuni yodingizda tutingki, har bir inson chehrasi noyob jihatlarga ega bo'lib, standart qoidalardan sal farq qilishi mumkin. Inson xarakterini qog'ozda ko'rsatib berish uchun birdaniga ko'p unsurlarga ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi. Xususan, bu mavzuning o'zi alohida darsga arziydigan darajada katta. Komiksda yuz va boshlarni chizishda nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Bugungi o'rgangan inson boshimiz bizga to'g'ridan qarab turibdi yoki biz unga to'g'ridan qarab turibmiz. Bu rakurs aslida aksariyat komikslarda unchalik ham keng tarqalmagan. Biz yuzlarni har xil burchaklar ostida qanday chizishni o'rganishimiz kerak. Buning uchun bizga yana bir sodda shakl, to'g'ri to'rtburchak kerak bo'ladi. Keling, boshning chizilishini yondan ko'ramiz. Chizilgan bosh shartli ravishda ikki qismga ajratilganini ko'rishimiz mumkin. Yuz qism va yon qism. Aslida bu qismlar 6 ta. Yuz qism, chap o'ng yon qism, tepa ya'ni soch qismi va quyi dahanning tagi. Bevosita bu bizga parallelepipedni eslatishi mumkin. Quyidagi misolda bizda nigoh pastda joylashgan. Bizga yuzning 3 ta tekisligi ko'rinmoqda. Aytgancha, endi biz perspektivani aktiv ishlatamiz. Bu mavzuda bilimlaringiz qanday? Chizgan shaklimiz ichiga avvalroq ko'rgan nisbatlarni perspektiv qisqarishni hisobga olib joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Keyingi misolda kuzatuvchi nigohi yuqorida joylashgan. 3-misolda esa yuz qismi kuzatuvchiga aktiv qayilgan. Xullas, yuzlarni biz 360 gradus bo'yicha bemalol aylantirib chizishimiz mumkin.
Komiksga bu o'z o'rnida nafaqat dinamika, balki o'ziga xos ma'no ham yuklashga yordam beradi. Do'stlar, bugungi sizga yetkazmoqchi bo'lgan bilimlarimiz hozircha shu. Sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar sizda chizish mahoratini oshirish yoki komiks, manga sohasida o'z o'rningizni topish niyati bo'lsa, Origin Comics'ning komiks rassomi kursi sizga eng maqbul yechim bo'lishi mumkin. Hammaga xayr, salomat bo'ling.